Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni ajoyib yangilik bilan davom ettiramiz. Taniqli yulduzli juftlik instabloger Sardor To'rayev va Madina Karimovalar ota-ona bo'lishdi. Birinchi marotaba ular qiz farzandli bo'lishgan. Madina Karimova Instagram sahifasiga tug'ruqxonadan olingan video lavhalarni joyladi va xush kelibsiz jonim qizim deb yozib qoldirdi. Madina Karimovaning qizini dunyoga keltirishiga yaqin dugonasi Imona farmon va yordam bergan. Biz esa kanalimiz nomidan chin qalbimizdan yulduzli juftlikni tabriklaymiz. Qizalog'i ota-onasi orzu qilgandek soliha qiz bo'lib, voyaga yetishiga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.